Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Bugungi mavzuyim aqlingizdagi inson sizdan kechirim so'raydimi, ya'ni afsusdaman deydimi yoki yo'qmi, shu haqida ko'ramiz. Niyatingizni oldim shifoli bo'lsin ochirim. Agarda bu mavzuyim sizlarga mos kelib to'g'ri kelsa, like bosib, komment yozishni hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang azizlarim. Aqlingizdagi insonni energiyasiga qaraymiz. Qanday energiyali inson ekan tanlagan insoningiz? Aqlingizdagi inson shunday bir energiyaga egaki, xuddi o'zini qirollardek tasavvur qiladi deb bu yerda aytmoqda azizlarim. Xohlaganimni qilaman, yashay olaman deydigan darajada energiyasi turibdi. Ammo uning qalbida bir narsa, bir tuyg'u masalasi bo'yicha ko'ngli qolganligi, hayoti esa izidan chiqqanligi bu yerda aytmoqda azizlarim. Ko'raylikchi nima bo'lgan ekan? Ko'raylikchi aqlingizdagi insonni hayotida nima izdan chiqqan ekan, nima bo'yicha? Men aqlingizdagi insonni energiyasini yaxshi deb o'ylagan edim. Kartalarda bu insoningizni hayotida oldin hafsalasi pir bo'lganligi va qandaydir hodisani yoki voqeani boshidan o'tkazganligini bu kartalarimizda aytmoqda azizlarim. Yoqtirgan insoningizni oldin kimdir aldagan, bu yerda ayol kishi kartasi chiqyapti. Yoki bo'lmasa qandaydir voqeani u ayol bilan birga o'tkazganligini bu kartamizda aytib o'tmoqda. Xo'sh, nima bo'lgan ekan? Shu savolni beraylikchi. Nima bo'lgan ekan? Bu yerda ko'proq pul masalasi, ya'ni pul bilan foydalanganligi, shu boisda hozirda aqlingizdagi inson qattiq stresslarda va insonlarga nisbatan biroz ishonchsizliklarda bo'lib qolganligini kartalarimizda aytmoqda azizlarim. Xo'sh, aqlingizdagi insonni bu yerda yana ayol kishi kartasi tushyapti. Agar munosabatda bo'lgan, hozirda munosabatda bo'lib yoki oilasi bor insonlar bo'lsa, aqlingizdagi insondan hozir u ayol uzoqdaligi, ammo deyapti aqlingizdagi insonni puli uchun yurganligi, foydalanganligi bu kartamizda tasvirlab bermoqda. O'sha inson sababli yoqtirgan insoningiz kimga ko'ngil bermasin, ishonchsizliklarda bo'lib qolganligini kartalarda aytmoqda azizlarim. Aqlingizdagi inson sizga nisbatan nimalarni his qilmoqda? Ko'raylikchi. Aqlingizdagi inson sizga nisbatan nimalarni his qilmoqda? Bu insoningiz sizni yaxshi ko'raman deyapti, ammo deyapti sizdan jahli chiqqanligi, unga nisbatan siz sirli bo'lib qolgan deb o'ylamoqda. Hozirda esa sizni o'ylamoqda, sizni sog'inmoqda, ammo sizga nisbatan yo'li yopilganligini, bu yo'l nimaga yopilganligini u ham tushunmayapti, siz ham tushunmayotganligingiz, to'siqlaringiz qachon ochilishini va siz bilan qachon munosabat tiklashini bu kartalarimizda aqlingizdagi inson shular haqida his qilmoqda. Ya'ni
Ya'ni, u siz haqida yana nimalarni his qilmoqda? U inson sizga nisbatan samimiy, siz unga nisbatan samimiy bo'lmagansiz, deb u insoningiz o'ylamoqda. Aqlingizdagi inson uning fikricha siz munosabatda bo'lishni istamagansiz. U bilan davom ettirishni xohlamagansiz. Undan siz voz kechdingiz deb o'ylamoqda. Bu kartamiz shu haqida aytmoqda azizlarim. Yaxshi ko'raman deyapti, ammo yo'l yopiqligi haqida bu kartamizda aytmoqda. Uning hozircha fikrlari siz undan voz kechganligingiz, siz undan qanaqadir sirlarni yoshirganligingiz haqida juda ham ko'p o'ylamoqda azizlarim. Aqlingizdagi inson afsusdami? Aqlingizdagi inson afsusdami? Aqlingizdagi inson sizdan jahli chiqqan, afsusda emas. Ya'ni siz unga aloqaga chiqishingizni, siz undan kechirim so'rashingizni, siz undan yarinishingizni kutmoqda bu yerda. Siz bilan o'shanda ham munosabat qurishni o'ylab ko'radi va uchrashib bu gaplarni aytish haqida bu kartamizda aytmoqda. Yana nima demoqda? Hozirda aqlingizdagi insonni ishlari yaxshi emasligi, juda ham ko'p pullarni o'ylayotgani, pullar haqida tushkunlikka tushib qolganligi hamda siqilayotganligi. Aqlingizdagi insondan nima desam, rizq baraka, ya'ni siz borligingizda pullari ham, sevgisi ham, hammasi joy-joyida edi, ammo sizdan uzoqda, ya'ni urush janjallar o'rtalaringizda bo'lgani uchun aqlingizdagi insondan rizq baraka yopilib qolganligi, shu uchun aqlingizdagi inson hozirda tushkunlikka tushib qolgan va siqilayotganligi bu yerda aytmoqda azizlarim. Aqlingizdagi inson nima desam, tabiatdan jahli tez, fe'li sal o'jarroq, osonlikcha insonlar bilan tezda til topishib ketmasligi, tashqaridan ko'ringanda sokin, yaxshi, mehribon bo'lib ko'rinsada, ammo ichkaridan bu inson judayam bir hamma narsani nima desam, ko'ngliga tez oladigan insonligi bu kartalarimizda aytmoqda azizlarim. Aqlingizdagi inson bilan nima desam, munosabatingiz tiklanadi, u sizni oldingizga qaytadi, yaxshi ko'radi. Faqatgina sizlarning munosabatlaringizga bir oilasiga tegishli bir ayol kishi borligini bu kartamizda aytmoqda azizlarim. Balkim uning onasidir. Bu kartamizda ko'proq ayol kishi bu yerda aytmoqda. Aqlingizdagi insonni so'roqlab turganligi hamda aqlingizdagi inson bu qobiqdan chiqib sizga nima desam, yo'li ochilmayotganligi bu kartamizda aytmoqda azizlarim. Aqlingizdagi inson sizga yaqin o'rtada aloqaga chiqmaydi, chunki u inson siqilishlarda turganligi, hozirda judayam ko'p pullar haqida o'ylayotganligi bu yerda aytmoqda. Lekin sizlarning munosabatlaringiz tiklanadi.
aqlingizdagi insonni, ya'ni siz judayam yaxshi ko'rishingiz, siz munosabatingiz tiklanadimi yo'qmi shu haqida judayam ko'p o'ylayotganligingiz bu kartada aytmoqda. Azizlarim, munosabatingiz tiklanadi. Chunki aqlingizdagi inson sizni yaxshi ko'radi. Birozgina siz sabr qilishingiz hamda nima desam, aloqaga siz chiqmasligingiz kerakligini kartalarimizda aytib bermoqda. Bugungi raskladimiz shulardan iborat edi. Agar shaxsiy ochirim uchun bog'lamoqchi bo'lsangiz, Telegramga Feride Tarot kart deb yozsangiz men bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha azizlarim, hammangizga rahmat. Allohga omonat, sizlar sog' bo'linglar.